3 kunda bir, 4 kunda bir ustalar bilan birga obed qilaman aytalar. O'sha ovqatdan solmanga deyman. Yeb ko'raman, sabab masallarni qilib beryapman-ku, men bularga chiroyli qilib. Aytganimdaqangi qilib 1 kilo unga 1,5 kilo go'sht solib qilib beryapman-ku masalan. O'shani aytamanki, yeb ko'rib turganimda bilayki, har kuni shu holat bo'lsin, men ularga palon kuni borib yeyman demayman-da. Ha, to'satdan. O'sha kuni tirsatib boraman-da, menga bir chinni so'yladi. Sizga alohida ovqat qilinmaydi. Yo'q, qilinmaydi. Ha, bu zo'r. O'sha narsa ichida bo'lishingiz kerak-da, xullas. Hech qaysi ustalarga ishlayib turgan jarayonlarda o'zingiz kuzating, xohlasangiz eshiting, zavtrak yo'qda ustalarda. Men zavtrak ham bor menda. Ustalarda ujin yo'q, menda ujin ham bor. Zavtrak, obed, ujin qilib beraman-da, arada kayfiyatim yaxshi bo'lsa, desert, shirinlik, pirinlik, meva-cheva ham bir arada bir shakllantiringlar deyman. Nimaga desangiz, endi o'shalar bor, biz ishlarimiz yuryapti. Hamma ham xo'jayin, hamma ham rahbar bo'laversa, siz bilan menga uy quradigan odam o'zi qolmaydi-da. Lekin hamma joyda Umid akaga ishga boramiz, Sabunga ishga boramiz deb hammasi qolgan joylardan ko'ra bu tomonga yuraman deydi.